Assalomu alaykum. Hurmatli ayollar, qizlar, opa, uka, aka, singillar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Xayrli tong, xayrli kun. Ahvollar yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Eng muhimi, sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun sizlar bilan bitta narsa haqida bo'lishmoqchi bo'ldim. Odam birovga ziyon yetkazmasligi uchun, birovni qanaqadir bir qalbiga ozor yetkazmaslik uchun yoki sog'lig'iga zarar yetkazmaslik uchun yolg'on gapirsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Masalan, sizlar bo'yaninglarda yolg'on gapirgan bo'larmidinglar yoki zarar yetkazsanglar ham to'g'risini aytib ketgan bo'larmidinglar? Qani mana shu savolimga iloji boricha javob berib o'tinglar. Mayli erkaklarmi, ayollarmi, farqi yo'q. Yani keyin kanalimga podpisatsiya bo'lib, layklar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, xudo xolisa sizlar bilan yaxshi mavzularda suhbat o'tkazamiz. Ayollar o'tirib bir-birimiz bilan suhbatlashamiz. Men ham sizlarga o'xshagan oddiy insonman, oddiy oilaman. Sizlar bilan yaxshi fikrlarimizni bo'lishamiz, to'g'rimi? Bir-birimizga yaxshi qiziq maslahatlar beramiz. Nima dedinglar qizlar? Nima dedinglar aka-ukalar? To'g'rimi? Bir-birimizni muammolarimizni qanaqadir qo'llab-quvvatlab yechim topishga harakat qilamiz. Mana shunaqa. Boyagi savolimga qaytsak, o'sha savolimga javob berib o'tishinglarni iltimos qilardim. Asallarim, shakarlarim.